Сабақташла, мен авал сіліге ақшам көрген бір түшімді бірая. Түшімді бір ішкап суны қапты ме. Соны ауяды ава қамыды, оксиген қамыды. Yani nefes alamay. Çocuk oğunuk gitti. Ama oğunuk qarsam, karotun yattı mende. Emniyet öyde lık oksigen var, lık hava var. Bu çocuğun dikkat kıldığı yer neme degende. Benim nefes alamağınım biraz. Ama oyğanğa vaqtda öyde hava bağlıq biraz. Ama düşümdü ço. Düşümdü benim nefes alamağınım biraz. Reallıqdan nefes alamağınım biraz. Bunu men tushuntirib atdi degan vaqtda ko'pincha vaqtlarda men uning tushum ekanligini bilmayman da. Eng muhim nimasi, men shu ishkapdan chiqadigan vaqtimda oksigen yo'q deb qarayman. Oksigen yo'q deb qaramayman, shu oksigen yo'q shu. Chunki tushimda. Men uning tushum ekanligini bilmayman da. Men uchun aytganda u tush bo'lgan bilan tushimdiki men uchun aytganda u bir reallikda. Demak bu vaqtda men oksigen yo'q dedim. Unda esa rastla mening sirtqi uyimda nima bo'lsa, oksigen yo'q ekan gap. Agar uyimda oksigen bo'lgan bo'lsa-edi, men nafas olaversam bo'ldi. Ammo mening nafas ololmay o'g'inib ketganim rost. Bu nima uchun turyapti? Eson do'stim, yushun ongdagi ko'z qarashlar. Chunki tushdiki ko'pincha yushun ongning mazmunida men oksigen yo'qlik ishlamanda. Mening bu ishonchim nimani keltirib chiqaryapti bo'lsa, haqiqatan da oksigenning yo'q bo'lishini keltirib chiqyapti. Unda shunga oid yana bir resimni ko'rib boqaylik. Bu gestalt psixologiyasidagi bir parcha resim bo'lib, bu resimga ba'zilar qaragan vaqtda bir chiroyli qizning surati chiqadi. Ammo ba'zilar qarasa bir satrak qari ayolning surati chiqadi. Ba'zilar bu resim qarablar, "Moy bu bir qiz ekan-ku" deydi. Ba'zilar chu desa, bir qarablar, "Moy bu bir qari ayol ekan-ku" deydi. Qandaq bo'lib bir parcha resim ishqil ko'rindi. Texim qiziqarli yer nima desa, bu chiroyli qiz bolani ko'rganlarning bu resimning ichidagi sat bir qari ayolni ko'rmiki intayin tez to'xtaydi. Ammo ko'ra oladi. Agar sizlar shu filmni ko'rayotgan bo'lsanglar, o'xshamagan javdudan sal diqqat qilsanglar, bu resim darhol nimasi bir sat qari ayolga o'zgaradi. Agar tunji qatim bu resim qarabli bir qari ayolning, satrak qari ayolning resmini ko'rganlar bo'lsa degan vaqtda, ularning bu resimda chiroyli qiz bolani ko'mik tez to'xtaydi. Demak, bu resimda sizning ko'z qarashingizning qandaq bo'lishi, dunyoning qandaq bo'lishini keltirib chiqarayotganlikdan iborat bir prinsipni tushundirgan. Demak, biz buni nima yig'inchoqlay olamiz degan vaqtda fransiyalik olim Jean Paulning mundaq bir gapga yig'inchoqlay olamiz. Ya'ni le monde de ton perception. Bu nima degan gap deganda, dunyo sening ko'z qarashing yoki dunyo demak idrok demakdir. Sening ko'z qarashingning nima bo'lishi, dunyoning qandaq bo'lishini keltirib chiqardi degan gap. Undasa biz bu gapni texmi inchikilab tushunib boqaylik. Necha yil ilgari bir turkum faylasuflar, bir ushtalik bir ziyofatga o'tirib, bir narsani mulohaza qilgan. Bular dunyoning mohiyati nima degan to'g'risida mulohaza qilgan. Arliqda bir faylasuf darhol olmadan bir nilib uni pichoqlab ikkiga bo'lgan. Ana ulardan so'g'an. Unda olsa do'stlar, men bu olmani ikkiga bo'ldim. Endi bu bo'lingan yerimini yana ikkiga bo'laman. Qilib qolgan yerimini yana ikkiga bo'laman. Uning yerimini yana ikkiga bo'lib, cheksiz bo'lsam degan. Bunda cheksiz bo'laversam, bu olma yo'qolib ketamdi degan. Endi bu basmunozida o'rtaq nuqnim bo'lgansa, olma yo'qolib ketmaydi. Chunki banas yo'qolib ketmaydi. Unda olsa yo'qolib ketmasa degan u. Eng oxir nim qoldi degan. Bir olmani ikkiga bo'ldik, uni ham bo'ldik, yana bo'ldik. Olmalar emas stakan, yoki o'rindiqni va yoki kitobni va yoki xohlagan ma'lum narsani shunday bo'lsak, bilaversak, eng oxir nim qoldi. Yo'qolib ketmaydi. Ular yo'qolib ketmas, nim qoldi. Nayt aniq bu logikadan nayt aniq bir narsa turib turadi. U yo'qolib ketmasa, eng oxirida chuqum yana qayta keskilanmaydigan bir tal narsa qoldi degan. Demak, bular shu vaqtda aşı eng oxiri keskil olmaygan narsa dal dunyoning mohiyati ekan degan. Demak, keskil bo'lmaydi, uncuttable, keskil bo'lmaydi degan gap latin tilida atom deb ataladi, atom. Demak, bu atom degan nimasi bo'lgil olmaydi degan gap. Ammo bizning tilimizda bu tas to'g'ri ifodalanmagan, bevosita ekki qo'ygan. Buni anglablar mohiyatni tushungil olmaydi. Ammo davlat tilida bek yaxshi tarjima qilgan, mohiyatli tarjima qilgan, yuanzi.
Men tek atom degan qaraganda yuanzi degan xatni texmo yaxshi ko'raman, texmo quvvatlayman. Nimishqa? Yuanzi qaranglar. Bu gapni qilsam ibtidoiy urug', asli urug'. Demak, bu yerda yuanzi deb ism qo'yishning o'zi nimasi? Atom zarrasidan iborat yoki kvant zarrasidan iborat dunyoning mohiyati to'liq namoyon qilingan mohiyatning o'zdili chiqib turdi. Yuanzi ibtidoiy urug'. Ammo fizik dunyosi taraqqiy qilyapti. Taraqqiy qilib shu yaqin qadar odamlar atom zarrasini, ma'lum bir zarrasini atom zarrasi deb qaradi va uni qayta bo'lgili olmaydi dedi. Ammo fizik dunyosi yan taraqqiy qilib, unimi bo'lgili bo'lganligini. Proton, neutron bilib baxtı. Unimi bilib baxtı. Bugun dunyoga kelganda fizik dunyosi ajoyib taraqqiy qildi. Taraqqiy eng oxiri ayni vaqtga shu faylasuflar degan dunyoning mohiyati, ya'ni haliqi qat'iy bo'lgili olmagan zarrachini topdi. Uningga kvant zarrasi deb qo'ydi. Kvant zarrasi. Demak, dunyoning mohiyati nimasi? Kvant zarrasi. Ammo kvant zarrasi odamning aqliga sig'maydigan darajada intayin hayron qarorliq bir partikula, bir zarracha. Bu ayrım aldı mevcut bo'lib turolmaydi. Ma'lum narsa birlashsa anandaki mevcut bo'lib tura oladi. Demak, bu kvant zarrachasi dunyoning asli mohiyati shu. Endi bizning ko'zimiz, kvant zarrasini ko'rish mumkin emas. Qat'iy mumkin emas. Demak, dunyoning kvant zarrachasi darajasida ko'rish biz uchun qat'iy mumkin emas. Ammo bu dunyoning xatoligi emas, bizning ko'zimizning xatoligi, bizning ko'zimizning yetarli ko'ranmasligining sababi. Mayli bizning ko'zimiz ko'ramisin, dunyoning asli mohiyati nima bo'ldi deganda kvant zarrasi. Demak, dunyo nurg'unlagan. Bu yerga nurg'unlagan deganga bek nurg'unlaganchimi? Sening kallangni nurg'unlagandinmi nurg'unlagan? Kvant zarrachalardan, mig'miq zarrachalardan tuzilgan. Demak, bu zarrachalarning hammasi to'xtamay harakat qilib turdi. Harakat qilib turdi degan gap. Harakat qilib turdi degan nima gap? Harakat qilib turdi deganning o'zi energiya degan gap. Energiya. Demak, biz endi ko'zimizni ochib emas, ko'zimizni yumgan holda tasavvur qilsak, butun dunyo bir inta ushshaq, ya'ni kvant zarrasi deb atalgan ushshaq bir narsaning mig'miq harakatini tuzgan. Bizning badnimizmi shu, daraxtmi shu, stakanmi shu, bunday aytgan vaqtda mendan iborat bir to'p kvant zarrasi, kitobdan iborat kvant zarrasiga qarayotib amaliyot ishimiz o'tirsa hech qanday farq yo'q deganlik. Faqat ko'zimiz bu farqni chiqardi yoki stakan bilan men o'tiramda hech qanday farq yo'q. Faqat ko'zimiz bu farqni keltirib chiqardi. Hayron qarorliq nimasi? Stakan bilan men o'tiramda yo'q deydigan mundaq bir narsa bor. Amaliyotda bu yerdami nurg'ulg'an kvant zarrachalari bo'ladi. Bu nimdan derak berdi bo'lsa, stakan bilan men o'tiramda hech qanday bir ayritilgan amaliyotda bo'shliq mavjud emas. Ammo bo'shliqda ko'rindi, ammo bo'shliq mavjud emas. Chunki bu yerda kvant zarrasi va bu kvant zarrasi, men kvant zarrasi bu bir butunlik bir unitini tushuntiryapti-da. Albatta buni ishqilib tasavvur qilishga to'g'ri keldi. Endi shu hozir biz kunlik turmushlarimiz bo'lsin yoki bo'lmasa undarlarımızda olsun yoki bo'lmasa torlarda olsun, biz aktiv energiya, passiv energiya deganni bek chiqqan anlaymiz. Aktiv energiya taqtish, aktiv energiyalik odamlar, passiv energiyalik odamlar. Bu zot nima degan gap? Men shundoq deya olamanki, nihoyatda kamtarlik bilan jazmlashtira olamanki, 90% odam amaliyotda bu gapni degan bilan bu gapni tushunib ketishi noto'g'ri. Avval biz bu gapdagi energiya degan gapni elib tadqiq qilamiz. Energiya degan nima? Energiya deganimiz Latin tilidan kelgan en, ergo, ergiya, erga. Ay degan ismga aylandi bo'lsa, erig so'z tumurida energi. Erig degan amaliyot Latin tilida work, ishlash degan gap, ishlash. En degan so'z harakatlantiradi. Harakatlanayotgan, ishlayotgan degan gapda. Demak, bu yerda energiya deganning o'zi nimadan derak beryapti desa, harakat. Ya'ni kvant zarrachalar azaldan to'xtamaydi. U to'xtamay harakat qilganlik uchun, harakatlanganlik uchun undan 100% energiya chiqadi degan gap. 100% energiya chiqadi degan gap. Hamda bu yerdagi aktiv passiv degan gap bo'lsa, bu texam xato ifodalangan. Chunki aktiv energiya deganning o'zi nima desa, bir xil ziddiyatlik, bir xil bema'ni gap. Chunki energiyaning o'zi aktiv narsa. Aktiv degan nima? Aktiv degan amaliyotda ingliz tilidan kirgan. Aktiv deganning ma'nosi act, harakat, ayv. Harakatchan degan gap. Harakatchan degandek bir gaplar qoldi. Demak, bu yerda aktiv energiya degan gapning o'zi bir xato gap. Bu xato gap. Chunki energiyaning o'zi bir aktiv narsa. Uning yana aktiv deganning o'zi bir bema'ni gap.
Бәлкім әмді бұл гепні тәржім қиғалла, яки бұл гепні дегенде, нем демекчі деген вақытта актив энергия дейіш арқылық, өзі қалайдыған, өзі яқшы көрдіған, оныңға пайдылық энергия, яғни өзінің пайдылық бір мұйтны, реаллықны шекеллендірдіған энергияны актив энергия деген болшы мүмкін. Өзігі зиялылық болған, начар болған, бәқсізлік кеп келдіған, реаллықны шекеллендірдіған энергияны әкісчә немде деп атаған болшы мүмкін, пассив энергия деп атаған болшы мүмкін. Әгер бұны өзгеріш тоғыр келсе, біз актив энергия дегеннің орныға пайдылық энергия, яки бақытлық энергия десек болады. Әгер пассив энергия дегеннің орныға зиялылық энергия десек болды. Онда аса бұяды ки пайдылық, зиялылық дегенім деген гәп дәл энергиялады ма? Адам бәдіні. Гәп сөз, әрекетлерді шекелендіріп атқан энергиялар ішкі қыры бөлінді. Бірсе оныңға пайдылық, реаллықны шекелендіруға энергия, яны бір шу десе, оныңға пайдысыз реаллықны шекелендіруға энергия. Бұны кішілер пассив энергия деді. Өзігі пайдылық реаллықны шекелендіруға энергияны кішілер немде дейдесе актив энергия деді. Бұл қандақ кеп. Онда қоса бияды нұрғын адамны азырақла әқлін ішлесе, якымыз мұшу дәрісімнің мұшыры кәгенде сілді чұқым бір суал пайда бұлшы мүмкінде. Онда олса қандақ қисақ, сіз деген актив энергияны, яғни пайдылық реаллықны шекеллендірген пайдылық энергияны шығыра алаймыз. Қандақ боп қалса, қандақ қып қалса, өзімізге зиялылық реаллықны шекеллендірген пассив энергияны тақатқан болымыз. Қандақ қиғанда бұны аңлы қалда әркетлендігіл бұлду деген бір суалны чоқым сорышыңлы мүмкін. Соғымаған тәқтірді мұ, бұл чоқым қаллаңлыға келіш мүмкін. Бүгін біздің әл қылдығынымыз дәл мұш нәрсе. Мен бұны ішкірлеп сіліге өктіштім бұрын, мен сіліге бір нәрсіні деп қояй, дүниядығы әң қатта, әң күшлі. Адам реаллықыны өзігіні спәтен интан пайдылық алды шекілендірдіған. Яки бәқтік реаллықны шекелендірген әң күшлік энергия әмілет немесе міннеттарлық. Міннеттарлық дегенде бұл гепні айтчық дейлі да. Бұл гепні тулы деп, бұл гепнің іліқі қаттылық, ұлылық дәрежесіне сәл түшіріп еткен. Фақат кішілер міннеттар туғыз болыш керек дейді, амма бұл қандақ шекілді нұрға адамлар бұны білішін атайын. Әмілеттен міннеттарлық туғысы адамның hayatida faqat bir yoki ikki qatimli shakllansa yetib oshadi. Agar sizda minnatdorlik tuyg'usi bir qatim shakllansa, sizning realligingizda yoki sizlarning tilingizda, sizning taqdiringizda nihoyatda o'zgarish bo'ladi. Faqat bir qatim. Bir. Unda sen minnatdorlik tuyg'usi bo'lish kerak. degan bu qandaq gap? Qandaq bo'lsa minnatdorlik tuyg'usi shakllandi? Minnatdorlik tuyg'usi degan amaliyotda biz inch qilsak rahmat tuyg'usi degan. Rahmat tuyg'usi qandaq bo'lib shakllandi? Rahmat tuyg'usi bir xil erishdan keyin odam badanida shakllanadigan bir xil tuyg'u. Erish, badal to'lamayli erishish. Yoki tuyg'usiz birsi sizga yaxshilik qildi yoki tuyg'usiz birsi sizga ko'ngil bo'ldi. Bu vaqtda siz bir xil kutilmagan sharoit ostida o'ylashmagan, uning hech qanday badal to'lamay turib erishganligingiz uchun shaklni qoldirgan bir xil tuyg'u. Bu tuyg'u ajoyib go'zal tuyg'u. Agar sizda mush filmni, mush darsni ko'rayotgan, xohlagan bir sonda agar rostli minnatdorlik tuyg'usi bir qatim shakllangan bo'lsa, mening nima deyotganimni tushuna olasizlar. Chunki hissiyotni tasvirlamak intayin tez. Ondan sonra bu tuyg'uni qanday shakllantiramiz? Men bu yerda degandek, minnatdorlik tuyg'usi erishgandan keyin shakllangan bir xil tuyg'u. Unda siz qishda to'nlab ketib borsiz, Onda siz qishda ketib qolgan vaqtda men chopinni sizga sepirib ketsam, sizda 100% minnatdorlik tuyg'usi bo'ldi. Ta'sirli bir xil tuyg'u bo'ldi. Siz hayotingizda bir xil badal to'lamay erishganligingiz uchun o'zingizdan shunday faxrlanib qolasiz. Chunki nurg'un odamlar nurg'un narsalarga badal to'lash orqali erishidi deb qaraydi. Shu tufayli nurg'un odamlar badal to'lamay erishgan vaqtda bir xil o'ziga ishlanmay qoladi. Unda bo'lsa quyosh-chu. Quyosh uchun ilib quyoshning amaliyotda men bir chopon berdim, siz shundoq bir xil minnatdor bo'ldingiz. Ammo quyosh-chu. Quyosh sizga to'xtama issiqlik beradi. Agar quyosh bir sekund to'xtab qolsa, men bir tal chopinimni emas, sizga 1 million odam chopon kiygizib qo'ysam, siz darhol to'nlab o'lib qolasiz-da. Yana birisi oksigenni o'ylaylik. O'tgan bir hujjatli filmni ko'ra qoldim. Agar oksigen shu dunyoda bir minut to'xtab qolsa, nima yuz berdi degan vaqtda
nurg'un o'g'li balkim nurg'un jonliqlar o'ladi deyish mumkin. Ammo siz yana bir narsa bilmaysizlar. Bu oksigenning foydaligini jonliqlar emas-ku. Bu binolarni amaliyotda nafaslanadi. Bino. Chunki binolarning mustahkam turish uchun molekulalarning bir-birlaridan chipsilib turish uchun oksigen bek muhim narsa. Agar oksigen bo'lmasa, binolar shu zamonla o'lishida, shu zamonla qumga aylanib ketadi. Demak, buni siz tasavvur qila olmaysizlar. Demak, minnatdorlik tuyg'usini shakllantirish uchun nima qilish kerak desa, odam diqqatini nimalarga erishganiga og'dirish kerak. Chunki tuyg'uni bevosita shakllantira olmaydi. Bir odamni kulganni do'rasanlar kula olish mumkin, ammo xushal bo'lgandan do'ra olish mumkin, ammo xushal bo'lishni xohlagan vaqt keltirib chiqara olmaydi. Chunki hissiy tuyg'ularni odam bevosita keltirib chiqara olmaydi. Hissiy tuyg'ularni nima orqali keltirib chiqardi degan vaqtda o'y orqali keltirib chiqardi. Har qanday bir his tuyg'uga odam biladigan yoki bilmaydigan o'ylar qo'mondonlik qildi. Ba'zanlar bir kuni qo'papli shundoq bearam qo'psizlar. Nemish bearam bo'lganini bilmaysizlar. Bu nimdan derak berdi? Bu dal mush bearamlikni keltirib chiqarayotgan ba'zi o'y fikrlarning sizning ong doirangning sirtida ekanligi. Bundoq aytgan vaqtda shu bearam tuyg'uni keltirib chiqarayotgan o'y fikrlarni sizlar bilmaganlik uchun bu o'y fikrlar keltirib chiqarayotgan bearam tuyg'uni his qilsizlar, ammo nemish bu tuyg'uni shakllanganini his qilmaysizlar. Chunki buni shakllantirgan o'y fikr sizning dal bilish doirangning sirtida bo'ladi. Ong solati bo'ladi. Shu ammo bir narsa aniqki, har qanday bir tuyg'uni haqida o'y fikr bo'ldi degan gap. Demak, minnatdorlik tuyg'usimi bir xil tuyg'u, bir xil hissiy tuyg'u. Unda bu tuyg'uni bu tuyg'uni qanday shakllantiramiz deganda o'y fikr. O'y fikr degan nimasi? Dal biz diqqatimizni chuqum biz badal to'lamay erishayotgan nurg'un narsalarga og'dirishimiz kerak. Badal to'lamay erishayotgan. Nurg'un odamlar qarab baxsak, ular bog'liqdagi ba'zi jarohatlar orqali kishilarni o'ziga bir xil qarz deb qaraydi. Ota-onasi orqali to'liqlab bo'lmagan ba'zi his tuyg'ularni ular tabiiy nimasi boshqalarga berish kerak deb qaraydi. Bu avtomatik bo'ladi. Natija shu bo'lsa, u kishilardan nimaga erishdim emas, kishilardan nimaga erishamayotman, mushdan beklik diqqat qildi. Ham real turmushda menda nima bor emas, nimalar yo'q deganga bekrak kirishadi. Demak, bu xil passiv o'y fikrlarning orqadan tabiiy nimasi sizda 100% negativlik yoki ziyonli o'y fikrlar bo'ldi. Bu ziyonli o'y fikrlarning orqadan nima bo'ldiysa, 100% ziyonli energiya oldi. Bu ziyonli energiya nima shakllantirdi? Tabiiy ziyonli reallikni shakllantirdi deganlik. Shunga aktiv energiyalarning ichidagi eng kuchli nimasi minnatdorlik. Ammo buni shakllantirish, men boyatin dedim, qandaqdir og'zaki orqali emas, dal biz badal to'lamay erishgan narsalarga diqqatimizni og'dirishimiz kerak. Ham biz darsimizning muhim qismiga keldik. Ya'ni tortish kuchi qonuniyatning maxfiyati. Bu yerdagi maxfiyati degan nima desa, bir kamyava. Tortish kuchi nazariyasi, tortish kuchi qonuniyat nimadan derak berdi degan vaqtda, ya'ni sen nimani o'ylasan shu yuz berdi degan nazariyani asos qilgan. Garchi bu nazariya o'tirib qo'yilgan ekan. Nurg'unlagan tillarga tarjima qilinib, nurg'unlagan inkaslarni va nurg'unlagan yaxshi bo'lgan bir xil inkaslarni paydo qildi. Ammo bu nazariya orqali ba'zi narsani ishlatildi. Nimani o'ylasang shu yuz berdi degan bu. Oddiy o'yladi, ammo ba'zilar aytib deganda bu qonuniyatni, ya'ni yetarli foydalanmaydi. Nima yetarli foydalanmaydi? Chunki mohiyati bilan bir kam qolgan yerini kishilar nazardan soqit qildi. Unda esa bu nazariyaning mohiyati nima? Men bayatını deb ketdim. Dastlab deb ketdim. Dunyoning mohiyati kvant zarrachilar dedim. Kvant zarrachilar. Tuvandagi rasm men o'zim loyilab chiqqan bir parchasi. Buning sirtidagi ko'rinish dal nimasi kvant zarrachilarning bir xil energiya shaklida ifodalash. Ang ichidagi shu desa odam vakillik qildi. Uning atrofidagi odamning asli holatiga asli manga vakillik qildi. Cho'risdagi o qorichu desa bu kichik man, ya'ni shavvoga vakillik qildi. Biz buni keyin tafsil to'xtalamiz. Demak, atrofdagi reallikni shakllantirayotgan stakanni, pulni yoki oltinni yoki reallikni shakllantirayotgan kvant zarrachilari, sirt kvant zarrachilariga odamning nima ta'sir qildi? Odamning nima ta'sir qildi? Ya'ni odamning ichidagi avvaliga aktiv yoki passiv energiyalarni, aktiv yoki passiv reallik shakllangan energiya manbasi ko'rdinglar o'tirishga. Shu
sirtqa qandaq ta'sir qildi? Quvonchi zarrasi bilan qandaq munosabati bor? Eson do'stlar, tortish kuch nazariyasida nimani o'ylasang shu keladi deydi. Amaliyotda bu yerda bir narsa diqqat qiling. Fizika olimlari shundoq narsani bayqab chiqdiki, endi bu quvonchi zarrachilardagi bir hayron qararliq tajriba nima bo'ldi deganda, quvonchi zarrachisini bir tushukdan olsa, u ikki yerda soy tushiradigan, bir tushukdan chiqib ikki yerga tushadigan. Bu olimlarni texmi hayron qoldira oldi. Endi hozirgi eng yuqori qiyos nima bo'ladi deganda, bu quvonchi zarrachilarga zodi nima ta'sir qildi? Tortish kuch nazariyasi nima deysa, sening o'ying quvonchi zarrachilarga ta'sir qilib reallik shakllantirdi deydi. Amaliyotda nima desa, o'y emas, balki hissiyot. Men bayotdan dedim, tuyg'u, minnatdorlik tuyg'u, tuyg'u. Ashning o'zi, ya'ni hissiyot, amaliyot quvonchi zarrachilarga ta'sir qiladigan hal qilg'ich omil. Shunga bu tortish kuchi nazariyasining mas'ullarining bu xil qonuniyatni to'liq foydalanmasning sababi nima esa, dal men hozir degan mush omilga intayin sal qargan. Uning ta'sir qilgani bevosita o'y fikr emas, balki nima esa bevosita ta'sir qilgani sening badningdan chiqayotgan his tuyg'u. Sening badningda qandoq his? Senda bir minnatdorlik tuyg'usi bormi? Komlik tuyg'usi bormi? yoki senda bir nomus tuyg'usi bormi? Nomus tuyg'usi, o'zingning bir nomus tuyg'usi bormi? Agar sen sirtqi muhitda og'zing orqali yoki harakating orqali amal va yushug'ing bilan sen badningdan chiqayotgan tuyg'u nima tuyg'u degan masala bor. Biz hissiyot degan xatni latincha ko'rib baqali emotion, emotion. Bu yerdagi e degan out, sirti degan gap, motion degan xatning so'z tumiri mot. Mot degan nima esa biz jiqdaymiz-ku, motosiklet degan shu motor bilan mangadigan velosiped degan gap, boshqa gap emas. Moto degan amaliyotda harakat degan gap. Emotion degan nima esa sirtqi chiqqan harakat. Demak, bu yerda hissiyotning o'z nimasi sirtqi berilayotgan bir xil harakat. Ya'ni quvonchi dunyosi bilan bevosita aloqa qilganini o'y fikr emas yo'ldoshlar. Balki nima esa bevosita aloqa qilganini his tuyg'u. Senda hozir qandaq bir his tuyg'u chiqqan bo'lsa, demak reallikda shu his tuyg'uga mos kelgan bir reallik shakllandi degan muhim bir nuqtaga Nurg'a odam sal qargan. Sizlarga buni texmo aniqroq tushuntirish uchun biz bir rasm loyidik. Bu rasm qarab baqsanglar, qaramoqqa sal tushunmay qolsizlar. Endi bu ustidagi qizil boshning ichidagi rasmlar nima esa, bir odamning endi shu yashash jarayonida orzu qiladigan narsalarda. Shunga birinchi bo'lib siz o'zingizning nimani orzu qilayotganligiga samimiy bo'lishingiz kerak. Boshqalar nimani orzu qilsin, uni bilan qaringiz bo'lsin. Boshqalarning orzusi o'zingiz orzu. Siz nimani orzu qilasiz? Hatto orzu qilayotgan narsalaringiz moddiy narsalar bo'lishi mumkin. Bu xato emas. Masalan, siz orzu qilayotgan narsa mashina bo'lishi mumkin, davlat markalik yoki cho'ng uy bo'lishi mumkin. yoki bevosita kartangizga pul bo'lishi mumkin, yoki xizmatingizdagi utuq bo'lishi mumkin, yoki xizmatingizdagi mansab bo'lishi mumkin. Mayli nima bo'lishidan qat'iy nazar, siz cho'qim bir narsaga orzu qilsangiz, erishmoqchi bo'lsangiz, unda esa shu erishmoqchi bo'lgan narsaga biz bugun degan shu tortish kuchi qonuniyatini qanday tatbiqlaymiz degan gap. Ba'zilar bu tortish kuchi qonuniyatida bevosita qarasanglar, ular o'sha narsani o'ylab olsang, shu narsa keldi dedi. Ammo bu bir xil to'mtoq ifodalanish. Chunki bu xil ifodalanish odamda to'liq qoyil qilish, mohiyatli qoyil qilish shakllantirmaganlik uchun nurg'un vaqtlar bu tortish kuchi qonuniyatining bevosita harakat qilib, shu mazkur odamning o'ylagan narsaning reallikda yuz berishiga to'sqinlik paydo qildi. Shunga biz nimani ishlatdik deganda, bayotdan hissiyotdan iborat kishilar sal qargan yoki tushirib qo'ygan bir omilni bundan qattiq. Bu sxemada bo'yicha siz avval o'zingiz orzu qiladigan narsani qog'ozga cho'qim yozishingiz kerak. Har qanday bir narsa reallikda yuz berish uchun mingida uning rasmi paydo bo'ldi. Masalan, men ekran oldidagi bolalarga 3 bilan sizinglar desam, cho'qim sizlar, ammo sizgan vaqtda kallangda bir 3 bilan shakllanadi, siz shu 3 bilan sizlar. Hargizmi kallangda 3 bilan shakllanmay turib, uni qog'oz ustiga sizmaysizlar. Yoki biz shu filmni elayotganmiz binoni misolga olsak, balkim 30 yil burun bu yer bir qaqas etizlik yoki tashvitliga ega bo'lishi mumkin-da.
Yani nurg'un odamlarning ko'ziga bu faqat nima ko'rindi desa bir qaqasliq yoki bo'lmasa bir etizlik ko'rindi. Kishilar etizga borayli yoki oyoq borayli, qaqasliq borayli yoki oyoq borayli deydi. Bu yerda faqat bir etizlik bor. Ammo bir kun bir odam keladi. Uning ko'ziga bu yer etizlik ko'rinmaydi. U bu yerda darhol binodan birini ko'rdi. Binodan birini ko'rdi. Bino selinishdan burun bino ichidan kallasi ko'rinib bo'ladi. Demak, u yerda binodan iborat bir real narsaning paydo bo'lishidan burun uning miyasida binodan iborat bir blueprint, bir sxema sezilib bo'ldi. U hatto bu binoni qanday qilib, kim orqali selishni o'ylamaydi, faqat binoni ko'radi. Hatto bu binoni selish uchun kimlar keldi, pulni nereden oldi, uni o'ylamaydi. Faqat va faqat bino, mushak bino asosan bo'ldi ekan, bino keldi ekan dedi, ko'rdi. Darhol nima desa, bino selindi. Shunga sizmi o'zingiz orzu qilgan narsani avval daftarga yozasiz. Nimaga? Masalan, siz bir qimmatbaholik, dangliq bir mashina orzuyingiz bor deylik. Mashina orzuyingiz bor deylik. Birinchi qadam nima esa, shu xil mashinani siz ko'rishingiz kerak. Chunki siz orzu qilgandan keyin ko'rishingiz kerak-da. Ko'rishingiz kerak. O'ylashingiz kerak. Ammo bu yerda esingizda bo'lsin, qanday erishishni o'ylamaymiz. Faqat nimaga erishishni o'ylaymiz. Shu haqda nurg'un odamlar mag'lub bo'ladi. Ular men mush holatimda men qanday qilib u mashinaga erishaman deb qandaqni o'ylaydi. No. There's no how, how yo'q, qandaq emas. There's what. Nima bor? Hargizmi how yo'q. Sen undan qandaq qilib erishishingni sen uni o'ylama, faqat nima degan o'yla. Demak, sen bir qimmat mashinaga erishishni o'ylading. Okay, birinchi to'sog'i nima desa, mana shuni o'ylash kerak. Nurg'un odamlar ezib ketgan nima desa, men qandaq qilib unda qimmatbaholik mashina yoki qimmatbaholik uy yoki bo'lmasa, undaq narsaga erishimay, qandaq degan kalisi kirib oladi, u chaqda menga uning shu holatida qandaq deganga hargiz javob berolmaydi. Chunki sen nimani o'ylamasang, qandaq hargiz kelmaydi. Har qanday vaqtda qandaq qilish, nima qilishdan keyin shakllangan narsa. Shu birinchilab o'ylagani nima? Nima? Eng muhimi sen nima deganni tasavvur qilding. Endi chu desa hissiyat, bayatın qaraysimdim ko'rdinglar. Hissiyatning quvonch dunyosiga ta'sir qilish. Endi sen shu mashinaga erishgan vaqtiki senni tasavvur qila olamsan. Eng muhim narsa shu. Shu hozir sen mashinaga erishmagandiksan, Endi mashinaga erishgandiki senni tasavvur qila olamsan. Eng muhimi shu. Buni tasavvur qilolmaganligini qanday bilamiz deganda, sen dal tasavvuringda shu mashinaga erishgandan keyingi senda bo'ladigan hissiyotni shakllantirasan. Silkin ko'rdinglarmi? Olam erishdi, shu vaqtdagi o'zini tasavvur qildi. Bu vaqtdagi o'zini to'liq tasavvur qilganda, shu vaqtdagi o'zida paydo bo'lgan hissiyot silkin ko'rdinglarmi? Hissiyot shakllandi. Bu hissiyot anandakin kvant dünyasida, anandakin real odamni shakllantirdi. Şu an nurg'un vaqtlarda odamlar mushu nuqtaga sal qargan. Şu an mayli siz kelgusingizda qandaq odam bo'lishni yoki nimalarga erishishni yoki nimaga aylanishni o'ylang. Birinchi bo'lib siz shu orzuyingizdagi sizni tasavvur qilib, shu sizni shakllantirgan hissiyotni shakllantirasiz, hissiyotni. Darhol bu kvant dunyosida eng yaxshi bo'lgan bir aktiv energiya hisoblanadi. Eng yaxshi bo'lgan, kuchli bo'lgan energiya hisoblanadi. Darhol o reallikda paydo bo'ldi. Mushu narsaga asosan tashqi kuchi qonuniyati kashf qilingan. Son savol-tashlar, menimcha men sizlarga tushuntirmoqchi bo'lgan narsalarni tushuntirib bo'ldim. Eng oxirida sizlarning bu qonuniyat orqali o'zingizga erishmoqchi bo'lgan narsaga erishishingizni chin dildan umid qilaman. Yana bir gap, u narsaga erishgandan keyin meni mehmon qilishni